Xiyonat qilgan ayollarda afsuslanish uchun bo'lmaydi. Erkaklarda bo'lishi mumkin. Ayollarda afsuslanish bo'lmaydi. Chunki ular xiyonat qilishdan oldin qalban eridan uzilib bo'lgan bo'ladi. Qalb hissi ayol kishi uchun eri bilan munosabatda eng asosiy rolni o'ynaydi. Qalban uzilib bo'lib, erini ko'rganda bir pustoy narsani ko'rgandek bo'ladi. Va natijada o'sha qalbini to'ldirish maqsadida bo'shlig'ini yo'q-ku, bo'shadi qalb. Yo'q, unga nisbatan hech qanaqa hissiyot yo'q. Bo'shadimi, o'sha qalbini to'ldirish uchun boshqa erkak bilan muloqot qilib, yaxshi ko'rib qolsa, o'sha qalbiga o'sha yaxshi ko'rish hissiyoti kirib kelgandan so'ng xiyonat qiladi ko'p holatlarda ayol. Lekin jismoniy ehtiyoj sababli ayollar juda kamdan kam xiyonat qiladi. Bu ayollarda demak patologik